videoyim. Bugun bizda dushanba ertalab. Hozir men kofe ichaman. Men hozir biznes ochganman o'zim. Mana shu Amerikadagi tovarlarni O'zbekistonga yuborish. Hozir menda bitta problema bo'lib qoldi. Men o'zimni shtatim men Florida shtatida yashayman. Nyu-Yorkka pochta yuborganimda tracking nomer beradi, что pochtalarni qayerdaligini отслеживать qilishing uchun. O'sha nomerni men saqlanib qilmaganman. Bilmayman posilkam qayerdaligini. O'tda 500 yoki 600 dollardan ko'proq tovarlar klientlarim kutyapti. Bitta qiz Yevropaga uchib ketish kerak. Nyu-Yorkka yuborganman. Nyu-Yorkdan Toshkentga, конечно же, yuborishligi kerak, lekin Nyu-Yorkda men korobkamni topa olishmayapti. Chunki tracking nomer yo'q. Bilmadim bu problemani qanaqa yechaman. Men hozir uyimni уборка qilishim kerak. Bu hozir men переживать qilganim bilan nikak buni men qo'limda emas bu problema. Hozir qidirishyapti skladdan topishgungacha men ma'lumotlarni hammasini yig'ishtiraman. Birinchi bo'lib men idishlarni yig'ishtirishim kerak hammasini. To'g'risini aytsam, uyda o'tirib juda ham erinchoqlashib ketaman. O'shaning uchun может menga YouTube yordam beradi. Har kuni уборка qilib videolar olishimga. No, это не точно. Video olmay qo'yishim ham mumkin. Har kuni bu salfetka qanaqadir sredствоsi borda ichida, lekin razvodlar qoldirmaydi. No, yog'larni yaxshi artadi. Stollarim shishali gazim yog' bo'lib ketmaydi. Mana shu salfetkani sredствоsi bilmayman qanaqa sredство. Вот. Juda ham удобный. Bunda olasizlar. Сразу bunda отрывать qilasizlar. Отрывать qilib hamma joyni просто artib chiqasizlar. Kelyapti. Уже kun juda ham issiq. Men mashinada bilan уже isib ketyapman. Hatto kecha bunchalik issiq emas edi. Вот, hovlichamizda hozircha stollar kir, chunki hozir tozalamayapman, chunki yomg'ir ko'p yog'yapti. Bir haftada 1-2-3 martalab yomg'ir yog'ayotgani uchun. Voy, shamol. No, shamolcha issiq shamol. Ana yozda Toshkentda issiq shamol bo'ladi, shunaqa shamol. Videoda qo'yaman, чтобы ko'rishingiz uchun. Keyin nimada bo'lib qolsa menga amanay bo'lmas. Вот, почти yarim litrdan suv qo'yaman, suv bo'lgani uchun. Men bitta qaysidir qo'shnimizning kuchiga bordi. Qaysidir emas, mana shu ikkinchi etajda chiqadi, ko'rsanglar, katta kuchi anu золотистый цветda. Juda ham chiroyli kuchi. Menga rosa yoqadi, lekin nimagadir mamamdan bunday eshikdan chiqib unga qarab tursam, menga qarab bo'l deydi. Qo'rqib ketganimdan uyga qaytib kirib ketaman. Kimsa pastlik ko'rsataman. Tak, hozir men tepaga shoshib chiqib ketyapman. Chunki meni erim telefon qildilar, hozir ishdan yotgan ekanlar. Erim kelsalar hech nima ish qila olmayman. Вот erim uyga kelishlar bilan men yotgim keladi, ovqat ham qilgim kelmaydi va ishlarni umuman qilgim kelmaydi. O'shaning uchun tepani tezroq yig'ishtirib chiqishim kerak. Işte уже erim kelib bo'ldilar. Men tepani yig'ishtirishga ulgurmadim. O'zimdan chiqib ketayotganimda o'sha keldilar. Hozir erim kutib olamiz.
minut kardiodan keyin men razminkaga o'taman. Keyin sразу приседание qilaman. Uni ko'tarar ekanmiz aka. Men bu oilada chiroyli bo'lib turaman просто. Plyajga piknik qilishga keldik. Hozir sizlarga ham suvni ko'rsataman. Mana bu Shohrux akam. Hozir protein tayyorlayman. Sutni kamroq qilib ichaman proteinni. Bilmaman, yoqmaydi menga sut ko'p bo'lsa, chunki sutdan qornim og'riydi. Mana bunaqa yangi sheyker oldik. O'zi ichida mana bunaqa sheyk chiqariladigan bor. No, menimcha blenderda qilsam kerak. Уже дальше video olamayman, chunki уже pamyatim to'lyapti. Tezroq bu videoni montirovat qilib YouTube'ga qo'ysam, keyingi videolarimni olishni boshlayman. Bu videoni tezroq montirovat qilib telefonimdan удалить qilaman. Просто boshqa tepadagi videolarni удалить qilishga juda leng. O'shaning uchun sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz.